Hujjatlarsiz mashina boshqarmoqdasiz. Kim ruxsat berdi? O'zingizni o'zganing hayotini xavf ostiga qo'yishingizga nima haqqingiz bor? Aka, majburiyatim emas, endi onam uchun chiqib mashina yuk olmoqchi edim. Ishxonada ishlaymiz, sex yuk ortamiz. Aha. Endi bugun davlatcha bu narsa bo'lgani uchun iltimos qildim menga. Zaldan chiqish olib bormoqchi edik, ketayotgandim. Necha yoshsiz? Meni 20 yoshman. O'qiganmisiz? O'qiganman. Qaysi 3 marta o'qidim. 3 marta topshira olmadim. Qiyin, nima? Nima topshira olmadingiz? Sabab nima topshirasiz? Qiyin savol javob. Avtomobilni yaxshi o'qitmagan, Yo'q. yaxshi bilim olmagansiz. Endi faqat oxirgi 3 savolga qiynalaman. Nima savol javob bera olmadingiz? Palasaga qiynalaman. Sariq palasa o'sha qiyin so'zlarni ekan. To'xtash mumkin emas ekan uni. Haydovchilik guvohnomasini olishda savollar qiyin deyapsiz-da. Shu joyda bitta haqiqatni unutmasligingizni xohlardim. Haydovchilik guvohnomasini olish faqatgina avtomashina boshqarishni bilgan odamlarga emas, balki u bilan birga qonunlarga belgilangan tartib qoidalarni yaxshi bilgan insonlarga ham beriladi-da. Aka, bir oy o'qiganman, tinmay o'qidim. Ba'zi yetolmay, mana 17 topganman, ikkita xato o'qiganman. Oxirgi imkoniyatni jarga qilishim kerak, yiqilmasligim kerak. Palasi, har xil, ya'ni yangi narsalar qo'shilyapti. Har xil narsalar bor aka. Endi bitta savol 3 ta javob to'g'ri keladi, bitta savol. O'shaning uchun aka, endi Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar. Sizlar qanday fikrdasizlar? Rostdan ham hozirgi kunda ilk marta haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz qiyinchilik tug'diryaptimi yoki savollar osonmi, qiyinmi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldirishni unutmang.